Assalomu alaykum hurmatli traderlar, barchaga xayrli kun. Xo'p, qaranglar. Fibonacci'ni bugun strategiyasini o'rgataman. Fibonacci'ni qanaqa tortishimiz kerak? Bizlar nastroyka bilan birgalikda Fibonacci'ni qanaqa nastroyka qilish. Qisqa video bo'ladi. Fibonacci nastroykasi va minimum maksimumdan qanaqa tortiladi, mohiyati nima? O'sha narsani ko'ramiz. Keyinchalik exception holatlari bo'lsa, istisno, ya'ni qoidaga qarshi qoidalarimiz bo'ladi. Ya'ni bizlar hozir aytamiz, minimumdan maksimumga tortasan, maksimumga kelgan impulsni atkat qiladi degan joylarimiz bo'ladi. O'sha qoidamizga qarshi qoidalar keladi bozorda, har xil grafikka, har xil bozor xarakteri bo'ladi. O'sha narsani keyin efirlar payti, real marketda analiz qilgan paytimiz, savdolar paytida ko'rib to'g'rilab boramiz. Hozir birinchi o'rganadigan narsamiz Fibonacci nastroykasi plus qanaqa qilib tortamiz, o'sha narsani ko'ramiz. Xo'p, qaranglar. Siqoncha ko'rinayotgan bo'lsa ekranda chap tarafda bizning panelimiz bor, instrumentni panel, o'shaga bosganimizda mana 3-chi panelga bosganimizda Fibonacci deb chiqadi. Birinchi Fibonacci olamiz. Fib retracement degani bor. O'shani olamiz, mana tortdik. Hammada birinchi marta Fibonacci tortganda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda Fibonacci tortiladi va buni biz hozir nastroykasini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ustiga 2 marta bosasiz, nastroykaga kiradi. Mana ko'ryapsizlar, style degan joyda nastroyka turibdi. Birinchidan boshlaydi. Trend liniya kerak emas bizga, o'chirib tashlaymiz. Mana bular, ya'ni chap tarafga tortilsinmi yoki o'ng tarafga ham degan joylar bor. Bu ham bizga kerak emas. Keyin sal ingichkaroq qilamiz Fibonacci'ni. Birinchi nolimiz turadi bizda. Xo'p, qaranglar. Bu bizning Fibonacci'mizning 0-darajasi. 0-darajamizni men ko'pincha eslab qolganman. Bir xil binafsha rang qilamiz. Undan ikkinchi bizning narsa bizga kerak bo'ladigan zona 65 bo'ladi. Impulsli zona bo'lgani uchun buni rangini qizil qilamiz va undan keyingisi 618 va buni ham rangi qizil bo'ladi. Undan keyin bir ham o'sha binafsha rang bo'ladi, 0 bilan bir xil bo'ladi. Xo'p, 2.618 va to'g'ri 236 kerak emas bizga. 0.236 kerak bo'ladi. Bu yashil targetimiz uchun. 0.5 fibo kerak bo'ladi. Bu ko'kimizda, bu ham targetimiz uchun kerak bo'ladi. 786 bu yuqoridagi 236 bilan bir xil target uchun bo'lgani uchun bu ham yashil bo'ladi. 1.618 hozircha kerak emas. Keyinchalik Fibonacci nastroykamizda bu ham kerak. Ya'ni 1.618 biz ishlatamiz buni. Hozircha kerak emas, o'chirib qo'yamiz bu ikkalasini. Mana shu Fibonacci'miz bizning full nastroyka. Keyin ketdik. Mana bu yerda background degan joy bor, qaranglar. Background mana bu, orqadagi rangi. Qaranglar, pasaytirsam past bo'ladi, baland qilsam baland bo'ladi. Men buni o'chirib qo'yaman backgroundni. Backgroundni o'chirib qo'yasiz, faqat bizga levellarning o'zi kerak. Price desa, price bilan anaqa xohlasa yonib tursin. Mana price degani mana bu yerda coin tortayotgan paytda o'sha coin narxlarini chiqaradi. Levels degani qaysi Fibonacci'ning levellar turibdi. Kerak bo'lsa tortib qo'ysangiz bo'ladi. Ana endi sal qalinlashtirsak bo'lar ekan buni. Tak, mana bunaqa qilsak, chiroyli ko'rinar ekan mana Fibonacci'miz. Font size da 20 qilsak, 18 qilaylik. Yaxshiroq ko'rinadi ekranimizda. 18 qilamiz. Xo'p, text mayli tursin. Fibo levels based on logger scale degan bu o'chirilgan turadi. Bo'ldi. Mana shu nastroykamiz. Bo'ldi. Mana shu Fibonacci nastroykasi. Chiqdi. Mana ko'ryapsizlar, Fibonacci nastroyka bo'lgan. Mana bu narsa. Mana birinchi levelimiz, 0-chi levelimiz, bizning input zonamiz 65 bilan 618 zonamiz, keyin qolganlari. Ana endi buni qanaqa ishlatamiz? Ketdik. Deylik Solana grafikasida, Solana USDT haftalik time frame'da, haftalik grafikada turibmiz. Replay qilamiz bozorni. Deylik hozir narx $240 turibdi. $240 ana endi narx qayergacha, misol uchun biz o'yladik, $240 bozor berish, narx shortga qarab yuradi. Qayergacha narx tushadi, qayerdan long olsak bo'ladi. Mana shu narsa bizga kerak. O'sha narsani bizga Fibonacci topib beradi. Qaranglar endi. Birinchi qiladigan ishimiz bizning minimum price'imiz va maksimum price'imiz, ya'ni $295. Minimumimiz bizda $7.78. Fibonacci'ni tortamiz. Bitta minimum price'dan ushlaymizda maksimum price'ga tortdik. Endi toshni tortishimiz uchun, toshni chiqishi uchun biz koordinatdan kiritganmiz, yaxshi. Koordinat degani o'sha minimum price'da narxini toshni qilib Fibonacci'ga kiritishimiz. Low price'imiz bizda 778 bo'ladigan bo'lsa, nastroyga kirib koordinata bo'limiga 778 misol uchun biz eng minimum price'imiz. All time high'imiz 295 olmish. Bu yerga yozamiz 295 olmish yozamiz. Bu bo'ldi. Okay, toshni kiritdik. Ana endi bizda narx shortga qayergacha keladi va qayerdan ko'tariladi? Narx keladi mana bu impuls zonagacha, impuls zona yuqoriga harakatlanadi. Bu mana bu
bizlarning Fibonacci'miz 618-65 levelimizni support zona bo'lib beradi. Bunday qilib tortib qo'ysak bo'ladi o'zini. Mana bu ko'k levelimizni Fibonacci'niki bu targetimiz bo'ladi. Endi nima qilamiz? Fibonacci'ni tushirib turamiz bizga xalaqit bermasligi uchun. Qaranglar. Agar biz hozir $240 short ochib, targetimizni mana bu 0.5 ga qo'ysak bo'ladi. Long uchun limit orderni mana bu zonalarga qo'yamiz. Endi Fibonacci'ni qaytarsak, hozir toshnisi yana qayerdan bo'lishimiz, ya'ni long uchun $117, short uchun target take profitimiz 151. Mana bunaqa bu ko'rinishda bo'ladi. Deylik, hozir shortga kirdik. Take profitimiz mana bu, stop loss mana all time highdan sal yuqoriroq. Undan keyin bizning long uchun limit orderimiz mana bu long uchun limit orderimiz o'zi ketdi, take profit balandroq. Bundan pastroqqa stop lossimiz. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi bozor harakatlandi, ketdik. Bozorni ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Birinchi bizning anaqamiz ishlaydi, keldi, shortimiz birinchi target urdi, mana kelyapti, target uryapti, bitta wiki beryapti, undan keyin narx tushadi. Birinchi target tardan urgandan keyin atkat qilyapti. Shortimiz ishlayapti. Undan keyingi raqamiz longimiz, xuddi shu joyda long uchun limit order qo'ygan bo'lamiz. Qarabsizki, narx ko'tarilyapti. Long uchun birinchi target mana shu 0.5 fibo bo'ladi. Foydani yarmini echamiz, narx ko'tarildi ekansa, ketadi. Qolgan 50% savdo. Fiboni ishlatishi shu. Ana endi shu nastroykadan keyin men sizga bu nastroykani foydalanishni tushuntiraman. Mana bu ikkita liniyamiz, bu bizning support yoki resistance, ya'ni qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik zona bo'lib beradi. Ya'ni SNRda. Support resistance. Mana shunaqa zonani topib beradi bizga. Ya'ni narx qayerdan, misol uchun deylik, narx yuqorida bo'lgan paytda qayergacha keladi va qayerdan yuqoriga harakatlanadi. Yoki narx pastda bo'lsa qayergacha boradi, keyin pastga ketadi. Agar yorib o'tsa, kuchli impuls bilan yuqoriga, agar yorib o'ta olmasa, kuchli impuls bilan pastga ketadi. Mana shu narsa. Hozir sizda strategiyalar bilan ishlatadigan zonangiz 0.5 bilan 0.5 ni target sifatida olishingiz va mana bu 618 va 65 zonalarni support yoki resistance, ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik zona sifatida olishingiz kerak bo'ladi. Qisqacha shu, qisqa video shu. Buni ko'rasizlar, real marketda backtest qilib ko'rasizlar, analiz qilib ko'rasizlar, real bozorda ishlab ko'rasizlar, kichkina summalar bilan, $5-6 bilan ishlab ko'rasiz va o'sha paytingizda savollar tug'iladi. O'sha savollarni yozasizda, menga berasiz, efir paytida keyingi exception holatlari, istisno holatlari, qachon ishlatilmasligi, qachon umuman ishlamasligi Fibonacci'ni, hozir holatda xato ishlashi, o'sha joylarni ko'rib chiqamiz.